Agar Alloh senga biror biznes yoki g'oya bergan bo'lsa, u qancha pulning borligiga emas, iymoningga qaraydi. Alloh senga bu fikrni bergan bo'lsa, u mijozlarni ham, imkoniyatlarni ham, kerakli yordamni ham yuboradi. Seni vazifang qanday qilaman deb o'ylab to'xtab qolmaslik. Ishon, chunki Alloh hech qachon g'oyani bekorga bermaydi. Agar bu niyat yuragingda bo'lsa, demak, yo'l allaqachon ochiqgan. Qo'rqma. Ha, boshlash oson emas. Hamma javoblar yo'q bo'lishi mumkin, lekin birinchi bo'lib qaror kiradi. Keyin imkoniyatlar. Iymoning esa puldan tezroq yuradi. Yolg'iz emassan. To'g'ri odamlar, yordam beradigan insonlar yo'lda seni kutyapti. Lekin agar oldinga harakat qilmasdan turaversang, ular seni topa olmaydi. Agar pulni yoki belgi kutayotgan bo'lsang, mana shu aynan o'sha belgi. Bu videoni biznes g'oyasini boshlay olmayotgan tanishlaringizga yuborib qo'ying. Bir qadam tashla. Alloh qolganini o'zi hal qiladi.